2025 yillik Nobel edebiyot mukofoti nima uchun vengeriyalik yozuvchi Lasluga berildi? Zulhayat Kshiftsiy akademiyasi 9 oktyabr kuni 2025 yillik Nobel edebiyot mukofotining Ingeriya edebiyot peshvolaridan Laslu Krasnohorkayga, Lisl Krasnohorkay berilganligini e'lon qildi. Adab bo'yicha har yillik Nobel mukofoti sohiblariga mukofot berilganda nima uchun mukofot berilganligi haqida qisqacha izohat beriladi. 2022 yili Fransiya yozuvchisi Anne Renouvga chinlik va haqiqatga bo'lgan sodiqligi, jasoratlik ruhga ega bo'lganligi uchun 2024 yili Koreya yozuvchisi Han Kangga tarixning jarohatlarini va hayotlikning nozik hislarini ifodalashga mahir bo'lganligi uchun Nobel mukofoti berilgan edi. 2025 yili bo'lsa, Mingeriya yozuvchisi Laslu dahshatlik helqumlardagi Iroqni kirarligi va bediiditi bilan senatning kuchini qayta namoyon qilganligi sababidan nomzodlar arasidan tanlab chiqildi. Kshiftsiy akademiyasining yozuvchi Lasluga bergan terapistida qisqacha to'xtalib o'tsak, yuqorqi baho yozuvchining kichik ijodchanlikqa, naqd qarash va chonqur tushunchaga ega salohiyatiga qarata berilgan bahodir. Boshqacha aytganda, Laslu kelimi bilan edebiyot san'at, ideya, qarashlardagi chegara va cheklamalarni bisib teligan va dunyoga boshqa bir kisnakdan nazar solalaydigan ruhga ega bir yozuvchi bo'lganligi uchun mazkur mukofotga loyiq kirildi. Iroqni kirar yozuvchilarga bekil xarakterlik holda Silmarilgirl, Garcia Marquez de George Orwell'larni, bediiditlik yozuvchilarga vakolitan irqchilik, kimlik tmisida izdangan shoir Toni Morrisonni kirsitish mumkin. Bu qitimqi nomzodlar ichida bir qancha yil uda nomzodlikka kirsitilgan Sench atli Xitoy ayol yozuvchisi bo'lib, saylam hay'ati ichida bu yozuvchining mukofotga erishish ehtimolligi cho'ng deb peres qilingan edi. Kishilar Nobel edebiyot mukofoti sohiblarini tanlaganda qaysi o'lchamning asos qilinganligiga qiziqishidi. Halbuki 2017 yili Kshiftsiy akademiyasi ingidan qurilgandan keyin ingi akademiyaning inilishining nima ekanligini peres qilish tez bo'lib qoldi. 20 asrning 30 yillarida yozgan asarlarining soni va tirining ko'pligiga qaralgan bo'lsa, 50 yillarda ko'proq yo'l ochuvchi yozuvchilar, 80 yillarga kelganda dunyoga izlangan yozuvchilar Nobel mukofotiga erishdi. Yangiroqqa kirgandan keyin dunyodagi edebiyot qimlarining yangilikka qarab izlanishi, yangi edebiyot janrlarining maydonga kelishiga egishib, Nobel mukofoti muhibinga bir pelliga kitirildi. Yaqinqi davrda mukofotga erishgan romanlarning ichida modernizm qimidagi sergizishti yoki biografiya xarakterlik proza asarlari qiziqish nuqtasi bo'lib qolgandek turadi. Nobel mukofoti sohiblarining ichida Kafka, Borges ledantlarning ta'siriga uchramaganlari yo'q deyarlik bo'lib, hatto bu yilgi Nobel mukofoti sohibi Laslo Muzining 1960 yillari Frans Kafkaning Kele va Malcolm Lowry'ning Yanar tag ostida nomli asarlarini ziga itekchi qilganligini tilga oladi. U hayot seprida nurg'un jevri-japalarni tortgan bo'lib, Ungariya hukumati va kommunist rejimga qarshi chiqishga tingan bir yozuvchidir. Laslu Shayton Tango nomli romani bilan yozuvchilikka qadam qo'ygan bo'lib, u muxbirlarga men zimmu bu romanning nashr qilinishiga ko'zim yetmagan edi, chunki bu asarning kommunistik tizimning kutilgan elgaklaridan tasqilib chiqishli tez edi deydi. Keyin roman nashr qilingandan keyin Laslu bexatarlik soqchilari terapidan so'roq qilinadi va pasporti musodara qilinadi. Yozuvchi Laslu hayotida 10 necha parcha roman, ko'plagan hikoya, maqola, sahna asari va ssenariylarni yozgan. 1980 yillari Ungariyadan ayrilib, Oqshimihan diletlarda yashagan. Uning dangliq romanlaridan yana Qarshilikning qayg'usi 1989, Hershit 7769, 2021, Axirgi biri 2009 qatorliqlar bor. Uslub jihatdan Lasluning asarlari yumoristik bo'lib, romanlarning asosiy mazmuni inson tabiati bilan vahshiylik o'ttirisidagi munosabat va to'qinishdan shakllangan suiqasd, lekeliklarni aks ettirishni asos qiladi. Qaramoqqa ushoq-chishak kishining diqqatini tortmaydigan ahamiyatsiz tmilardek ta'sir beradi. Ammo oddiylik ichiga yoshiringan tren va chonqurliq yozuvchini tanitgan muhim ijodiyatlarining biri deb qaraladi. Til jihatdan bo'lsa, jumlalari uzun bo'lishdek zig'chiliklarga ega. Obzorchilar Lasluning yumoristik uslubini 2023 yillik Nobel edebiyot mukofoti sohibi Jon Fossning uslubiga o'xshatadi. Obzorchilar yana Lasluning yalingach yoki takrorlangan tafsilotlardan xoli holda ziga xos uslub yaratib, Thomas Bernhard, Claude Simon qatorliq proza yozuvchilarining izini bosganligini ta'kidlaydi.
Laslo Krasnohorkay gerçi zidlitining hukmronligini tenqid qilgan bo'lsa-mu, lekin u Vengriya xalqi tarafidan Vengriyaning pehri degan nom xarishdi. Bir kunlarda Xitoy tirmisida jazo muddatini tevatgan Uyg'ur yozuvchi Ferhat Tursun va uning Xaoxshihan tilida eser yozish erkinligidan mahrum qilingan nurg'un talantli yozuvchilarning Nobel adabiyot mukofotiga erishishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Irqiy qirg'inchilikqa duch kelayotgan Uyg'ur xalqining navbatdagi tasavvur qilgusiz hayot kechmishlari va uning chonqur qatlamlarini yoritib berishga tirishayotgan Uyg'ur yozuvchilarining muovazining dunyoga anglanishi chin kuch chiqarishga tirishamiz. Dunyo Uyg'ur yozuvchilar uyushmasi tayyorladi.